Lekin akalar, mana Xitoy laboga Matiz Joy disiplinasini qo'yib beryapmiz. O'rnash holatlari akalar. Xudo xolasa cho'tki holatda o'rnaydi. Hozir passajir tarafini qo'yapmiz. Shopir tarafi ustanovka bo'lyapti. Akalar, mana Xitoy laboga Joy disiplinasini qo'yib berdik. Bitgan holati. Juda ideal holatda o'rnadi akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 91 486 67 77 ga telefon qilsanglar akalar, qo'yib o'rnatib beramiz akalar. Zo'r holatda tushdi. Hamma yo'q ishlaydigan bo'ladi akalar.